charchadim. Lekin bu charchoq uyqusizligimdan emas. Bu ichimdagi tinmay uradigan kurashdan. Har kuni kuchli bo'lishim kerak deb o'zimga soxta jilmayish taqdim etaman. Qachonki yig'lagim kelsa, ular ko'rmasin deb ichimga yutaman. Negadir hamma mendan faqat bardamlik, sabr, kamtarlik kutadi. Ammo biror marta so'rashmaydi, o'zing yaxshimisan deb. Men ham odamman, men ham charchayman, men ham yiqilaman va so'naman. Ammo shuni biling, men har gal pastlaganimda yuragimda yana bir kuch uyg'onadi. Bo'ldi.